yildan beri bemorda shu Tojixon opani nafas qisishlari bo'lardi. Bizlarga mana keldi, 3-4 kurs lecheniyalarni qildik. Hozir o'zlari aytib beradi hozirgi holati hamda oldin nimalar bo'lganligini. Nima bo'lardingiz Xojona? Oldin yo'tallar kuchli edi, to'xtamay yo'tallar qiynalar edim. Hop. Endi bitga kelgandan beri sekin-sekin yo'tallar qoldi, holatim yaxshilandi. Nafas qismayaptimi? Nafas qismay qo'ydi. Chiyillashlaringiz bor edi? Chiyillashlar yo'qoldi, bor edi, xirillashlar bor edi. Xirillash, yo'taldi hisobiga uyqularingiz buzilardi. Uyqular yo'q edi. Uyqular yo'q edi. Hozir yaxshimi? Hozir Uyqingiz normalniy, holati yaxshi. O'zim quvvatga kelib qoldim, yaxshilar, Xudoga shukr. Shikoyatlar yo'q, yaxshisizlarcha. Shikoyatlar yo'q, rahmat, mana shu yerga keldim. Darddan Xudoga shukr, Ancha. Bizdan oldin ham lecheniya olgandingiz-a? Undan oldin olganman. Ukollar olarmidingiz? To'xtamay Ukol olardingiz faqat. Ukol oldingizmi biror marta? Undan beri Xudoga shukr ko'rolmadim. Biror marta ukol olmadingiz-a? Bo'ldi. Xudoga shukr, yaxshiman. Bemor bizgacha kelgungacha endi yoshlari katta, 66 ga kirdilar. Juda ham ko'p ukollarni olgan, tomirlardan, yonboshdan, xullas ukoldan zerikkan. Hozirda bironta ukol olmasdan davolandi, holati yaxshi. Endi jilovlandi, bundan buyog'iga to'g'ri aytganlarimizni qilsa yaxshi yuradi.